2022-yilda 3 ta fizik Alan Aspel, John Clauser va Anton Zeilinger Nobel mukofotini qo'lga kiritishdi. Ular butun dunyoni shokka tushirgan faktni isbotlab berishdi. Bizning koinotimiz aslida biz o'ylagandek real emas. Kvant mexanikasi shuni tasdiqladiki, biz moddaga qaramagunimizcha, u aniq bir holatda mavjud bo'lmaydi. Siz qaramayotgan lahzada borliq, bu shunchaki ehtimollar to'lqini xolos. Dunyo xuddi kompyuter o'yinidagidek, siz unga qaragan paytingizdagina chiziladi. Fan buni endi simulyatsiya deyapti, lekin Qur'on buni 1400 yil oldin dunyo, ya'ni eng pastki, to'kis bo'lmagan borliq deb atab bo'lgan. Siz bu dunyoni qattiq va jismga ega deb o'ylaysizmi? Atom fizikasi bu afsonani parchalab tashlaydi. Atomning markazida yadro turadi. Atrofida elektronlar uchib yuradi. Ularning orasidagi 99.99% joy esa mutlaq o'lik bo'shliq, vakuumdir. Agar yer yuzidagi 8 milliard odamning atomlaridagi ana shu bo'shliqni olib tashlab, ularni bir-biriga siqsak, butun insoniyat bitta shakarqand bo'lagiga sig'ib ketadi. Siz yurgan vakuumsiz. Shuning uchun ham Alloh taolo Al-Hadid surasida bu hayotni mataul g'urur, aldovchi matoh, illyuziya deb atagan. Siz hayotingizda hali hech narsaga tegmadingiz. Barmoqlaringizdagi elektronlar va buyumlarning elektronlari bir-birini itarishi, elektromagnit kuchi tufayli ular hech qachon birlashmaydi. Siz sezayotgan qattiqlik yoki issiqlik shunchaki magnit maydonlarining to'qnashishi xolos. Endi vaqt haqidagi tasavvuringizni ostin-ustun qilamiz. Einstein isbotladiki, vaqt nisbiydir. Tezlik va gravitatsiya uni siqib qo'yishi mumkin. Qur'onga qarang, Haj surasi. Rabbingiz huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilga tengdir. Keling, matematikani ishga solamiz. Agar sizning o'rtacha 70 yillik umringizni Xudoning kosmik o'lchoviga o'tkazsak, siz bu dunyoda bor yo'g'i 1,5 soat yashagan bo'lasiz. Butun bolaligingiz, maktab, katta orzularingiz, ipoteka va qarilik hammasi jami 90 daqiqa. Siz bo'shliqdan iboratsiz. Hech narsaga jismonan tegmaysiz. Borliq faqat qaraganingizda mavjud. Sizda real bo'lgan yagona narsa bu ruh. U fizika qonunlariga bo'ysunmaydi va sizning namozingiz shunchaki bir rusum emas. Bu sizning vaqtinchalik avataringizni yaratuvchining serveri bilan bog'laydigan yagona to'g'ridan-to'g'ri kabeldir. 1997-yilda fizik Juan Maldacena koinotning golografik prinsipini ilgari surdi. Bugun fan tasdiqlayaptiki, bizning 3 o'lchamli dunyomiz xuddi monitordagi 3D o'yin kabi. Qandaydir tekis yuzidagi ma'lumotlarning proyeksiyasi bo'lishi mumkin. Islom buni boshidan bilgan. Lavhul mahfuz, har bir atomning kodi yozilgan asosiy server. Siz o'z harakatlaringizni o'zim boshqaryapman deb o'ylayapsizmi? Neyrobiolog Benjamin Libetning tajribalari buni rad etdi. Siz qo'lingizni qimillatishga qaror qilishingizdan bir necha soniya oldin miyangizda bu buyruq tayyor bo'ladi. Siz shunchaki qaror qabul qilingani haqida bildirishnoma olasiz. Siz taqdir algoritmi bo'yicha ketyapsiz va bu kodni o'zgartira oladigan yagona kuch bu duo. Zamonaviy astrofizika ma'lumotlariga ko'ra, biz ko'rib turgan yulduzlar, sayyoralar, tanamiz va telefonimiz borliqning bor yo'g'i 5%dir. Qolgan 95% qorong'u materiya va qorong'u energiya. Ya'ni fan bizning 95% ga ko'rligimizni rasman tan oldi. Biz o'zimiz his qilolmaydigan ulkan g'ayb olamida suzib yuribmiz. Ko'zingiz bu juda imkoniyati cheklangan arzon kamera. Agar yaratuvchi ko'zingizdagi filtrlarni bir soniyaga olib tashlasa, miyangiz ma'lumotlar ko'pligidan yonib ketgan bo'lardi. Qof surasi 22-oyat. Biz sendan pardani ko'tardik. Endi bugun ko'zing o'tkirdir. Bu holat o'lim kelgan soniyada yuz beradi. Xo'sh, nega bu illyuziyaga bunchalik yopishib olgansiz? Iblis bu ertakdagi shohli maxluq emas. U geniy hacker. U sizning kodingizni 1000 yillardan beri o'rganadi. Uning asosiy quroli sizning endokrin tizimingiz, ya'ni dopamin. Dopamin bu doimiy qoniqmaslik gormoni. Siz yangi mashina olasiz, dopamin ajraladi. Lekin 2 oydan keyin miya unga o'rganib qoladi. Mashina shunchaki temirga aylanadi
va sizga yangi dozi kerak bo'ladi. Bu cheksiz olmaxon g'ildiragi. Alloh buni Takassur surasida ko'paytirishga bo'lgan ishtiyoq sizlarni to'q qabrga kirguningizcha chalg'itadi deb ta'riflagan. Tizimni to'xtatish va haqiqatga ulanishning yo'li namozdir. Bu shunchaki egilib turish emas. Bu server bilan sinxronizatsiya. Tahorat paytida suv bilan yuz-qo'lingizni yuvib, tanangizdagi statik elektrni, ya'ni raqamli dunyoning axlatini jismonan yuvib tashlaysiz. Sajda esa bu egoni, ya'ni manmanlikni yo'q qilishdir. Eng aziz a'zoyingizni, yuzingizni tuproqqa qadab yaratuvchiga yaqinlashasiz. Siz namozni o'tkazib yuborganingizda aslida cheksiz energiya manbaidan uzilib, bo'shliq va stress qozonida qolishni tanlagan bo'lasiz. Uxlash bu o'limning demo versiyasi. Tushingizda hamma narsani real deb o'ylaysiz. Qo'rqasiz, xursand bo'lasiz. Faqat budilnik chalingandagina buni tush ekanligini anglaysiz. Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytganlaridek, odamlar uyqudadilar, o'lganlarida esa uyg'onadilar. O'lim bu oxirat emas, bu simulyatsiyadan majburiy uzilishdir. Matritsaning pardasi tushadi. Barzax, qabrdagi holat, bu bufer zonasi. U yerda sizdan mashinangiz rusumi yoki pulingiz haqida so'rashmaydi. U yerda siz o'sha 1,5 soatlik dunyo umriga qaraysiz va dahshatga tushasiz. Abadiyatni vaqtinchalik layklarga, temir tersaklarga va soxta obro'ga almashtirganingizni tushunasiz. Xulosa, hali nafas olyapsiz ekan, vaqt bor. Uyqudan uyg'oning. Sajda bilan bu illyuziya gumbazini yorib o'ting. Matritsaning batareykasi bo'lishni to'xtating.